Kinorejissyor Ahad Qayum shou-biznes olamini tark etayotganini ma'lum qildi. Bu haqida u o'zining Instagramdagi sahifasida ma'lum qildi. Ijodkorning ta'kidlashicha, bunga uning salomatligi yomonlashgani sabab bo'lgan. Shu bois u bundan buyon faoliyatini boshqa sohada davom ettirish niyati borligini bildirdi. Men butunlay kinodagi faoliyatimni to'xtatdim. Menga Sahr bo'yicha professional vrachlarimizni yordami kerak. Ana sog'ligim bo'yicha 3-4 ta muammolarim bor. Vrachlar yordamiga muhtojman. To'g'risini aytsam, kasallik ekan. Meni ma'lumotim yo'q edi. Bu narsani ota-onam ham mana birinchi marta eshitib bilmaydilar. 25 yil mobaynida Ahad Qayum bilan birga bo'lgan o'zbek millatiga, muxlislarimga hammaga rahmat. Xayrlashadigan kunimiz ekan. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bir video murojaat bilan chiqyapman. Men shou biznesdagi faoliyatimni butunlay to'xtatdim. Balki to'xtatishga majbur bo'ldim. Balki mayli kimdir ustimdan kular, kimdir piar deb o'ylar. Hamma narsani vaqt ko'rsatadi. Boshimdan juda ko'p sinovlar o'tdi, depressiyada bo'ldim. Endi sohamni juda ham yaxshi ko'raman. 60 dan ortiq kitob yozdim. 2000 dan ortiq she'rlarim hit darajasiga chiqdi. 300 dan ortiq film oldim. 20 dan ortiq seriallar. Hammasini yaxshi kutib oldingizlar. Meni mashhurlik darajasigacha chiqishimga sababchi bo'lgan muxlislarim, hammalaringizga rahmat. 25 yil davomida Ahad Qayum bilan birga bo'lgan, qo'llab-quvvatlaganlar, hammasiga rahmat. Lekin juda og'ir bo'ldi. Ya'ni men shu kino bozorida mana shu 300 ta filmning ichida katta qarzdorlik boshimga tushdi. Bu narsani ota-onam ham mana birinchi marta eshitib bilmaydilar. Hech kimga sezdirmasdan, hech kimga og'irligim tushmay, shu muammolarimni o'zim yechishga harakat qildim. 5 yil davomida 300 ming, 400 ming dollarga yaqin qarzni o'zimning kuchim bilan, o'zimning mehnatim bilan, buni oqibatida bu uyushtirilgan bir hujumga o'xshagan va menga nisbatan shunaqa darajada nohaqliklar, tuhmatlar, ayollar bilan bog'liq, qizlar bilan bog'liq va kinolarimning mavzulari, ismlari bilan bog'liq negativlar ko'p bo'ldiki va men butun millatning oldida faxsh kinolar oladigan, 18+ kinolar oladigan, yomon kino oladigan rejissyor obraziga aylanib qoldim. Qarzlarim oqibatida blogerlik faoliyatimni boshladim va Instagram orqali sizlar bilgan shov-shuvli piarlarim orqasidan 3 yil mobaynida 2020-yildan 2023-yilda deyarli 300 ming dollarga yaqin qarzlarimni to'ladim va o'z kuchim bilan. O'ylashlaringiz mumkin, tanishlaring ko'p, yaqinlaring ko'p, lekin umuman foydasi bo'lmagan. Buni boshida qarz bor odam, kimdir eshigini taqillatib borgan odam tushunadi. Shaharda eshigini taqillatib bormagan odam qolmagan. Lekin menga afsuski foydasi bo'lmagan. Lekin mana shu piarlarimni orqasidan 3 yilda deyarli hamma qarzlarimni to'lab, ota-onam birinchi navbatda ota-onam bu narsani ko'tara olmaydi. 14 yildan beri onam juda og'ir kasallik bilan kurashadilar. Qo'rqaman. Nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, shu ota-onamdan birinchi navbatda ayrilib qolishdan qo'rqaman va ularga hech qachon bu gaplarni aytmaganman. Mana shu Instagram orqali aytyapman. Va bunga kuch topish oson bo'lmadi. Kimdirlar meni yomon ko'radiganlar, meni yomon ko'rib qolib, meni juda ham tezlarga chiqishimni yoki mashhurlik darajamni ko'rish xohlamaydiganlar uchun bu yaxshi yangilik. Men butunlay kinodagi faoliyatimni to'xtatdim. Xudo xolasa, yaxshi kontentlar sizlarga foydasi tegadigan, sizlarga ma'qul bo'ladigan kontentlar bo'lar qachondir. Lekin hozircha qaytish niyatim yo'q. Balki faoliyatimni blogerlikda davom ettirarman. Balki umuman meni qaytib ko'rmasizlar. Nima bo'lgan taqdirda ham mendan rozi bo'linglar. 25 yil mobaynida menga yordam bergan ustozlarim hammasiga rahmat aytaman. Hammadan kechirim so'rayman. Bilmay kimdir dilini og'ritgan bo'lsam, meni kechiringlar. Mana shu 6-7 yillik depressiya, stress qilishlarni orqasidan mana qandli diabet, Sahr kasalligini orttirdim va majburman sohada davom ettira olmayman, chunki mana shu kino sohasiga kirib topganim shu bo'ldi. Plus ota-onamga qarashim kerak, davolanishim kerak, kuchli bo'lishga, hech kimga sezdirmaslikka harakat qildim. Ko'p yillar mobaynida kulib yurishga, kuchli ko'rinishga, ichimdagi og'riqlarimni ko'rsatmaslikka harakat qildim, lekin ilojim bo'lmadi. Bu yog'i Allohga tavakkal, umuman oddiy hayotda yasharman. Bu yog'ida meni qanaqadir yomon holatda ko'rarsizlar. Mashinasiz, uysiz, men Allohga tavakkal qildim. Agar kimdadir nimadir taklif bo'lsa, bilasizlar, men soham matematika, fizika, iqtisodchiman, marketing sohasida katta tajribaga egaman. Balki shu sohada davom ettirarman faoliyatimni. Nimadir takliflaringiz bo'lsa, men tayyorman. Umuman boshqa sohada ish boshlashga. Menga Sahr bo'yicha professional vrachlarimizni yordami kerak. Ana sog'ligim bo'yicha 3-4 ta muammolarim bor. Vrachlar yordamiga muhtojman. To'g'risini aytsam, menga kuchli psixologlar kerak. Chunki yomon depressiyadaman, stress ko'p oldim, lekin o'zim yengib, o'zim o'tib ketaman deb o'yladim, men topolmadim. Balki
bundan buyog'iga mana avtobusda ko'rarsizlar, metroda ko'rarsizlar. Men juda qimmat obrazda yurganman. Xalqni shu paytgacha bunga meni do'stlarim yordam bergan. Katta-katta kiyim do'konlari, katta-katta avtosalonlarimiz, qurilish kompaniyalari mana shunaqa chiroyli, juda bogatih olib yurdi, lekin o'zi aslida unaqa sharoitdagi bola emasman. Yaqinlarim biladi. Endi manzilimiz shu yergacha ekan. Men bilan birga bo'lgan hammaga rahmat. Ijodimda meni shoh asarlarimni yaratib, haqiqiy do'st bo'lib, bungacha yonimda turib olib kelgan do'stlarimga rahmat aytmoqchiman. Ozodbek Nazarbekovga, ustozim Bobobo'murod, rahmatli Musoxon aka, Nurmatov, Said Muxtorov, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga rahmat. Birinchi navbatda studiyamda yonimda turgan, xizmatlarimni qilgan shogirdlarim va birinchi navbatda ota-onam va meni eng og'ir kunimda yonimda turgan Rustam akamga rahmat aytaman. Yo Allohga tavakkal. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alloh rozi bo'lsin. Mendan rozi bo'linglar. Yaxshi kunlarda didorlashaylik. Meni yomon ko'rganlar, yaxshi ko'rganlar, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin.